Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan 11 bosh sotiladigan siminta xunajinlardan olib kelib qo'yganmiz aka-ukalar. Xudo xolasa zo'rlardan kelgan. Bu krasotalarini qaranglar, mana bunaqalarni qaranglar. O'shin bombalar kelgan. Mana og'zida yemi bilan olib ketaverasizmi? Zo'rlardan olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa shularni sizlarga ko'rsatib, tanishtirib, hammasini bir qator ko'rsatamiz. Xudo xolasa zo'r video qilamiz. Nima? Ha, puli o'zi bilan ketadiganlarni bunaqa chotki o'zimga bitta boqqani bo'g'ozxonasini oldim, ko'ringlar. Ko'z tegmasin deb qo'yinglar, ey. Zo'ridan oldim mana. Yomonidan. Mana shular ham Xudo xolasa 1 yil, 1,5 yilda mana shunday narsa bo'ladi. Vesi 3 ves kam deb 3 kilo keladi shuni. O'zimga sir qilgan oldim. Holatini ko'ringlar, jingalayini. Mana, akalar bir qo'ramon mana. 11 ta xunajin. 11 ta mana. Mana ko'rib ko'rasizlar. Chiqinglar endi tashqariga, sizlar ati obunachilarimga tanishtirmoqchiman men. Hammalaringni bitta-bitta ko'rishsin. Haydanglar, hoy. Mana germanskiy simintallar bolalar. Hosh. Mana achchig'i chiqib qoldi, ana chiq deb haydab beryapti. Malades. Ana, ketdan akalar. Mana. Enalarini ko'rib olib chiqdik, barini enotasi tayin. Germaniyadan kelgan bular enalari toza naslli fermadan olib chiqdik. Xudo xolasa yaxshi narsalar olib kelib qo'ydik. Ko'rib bahoni berib ko'rasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida. Mana ichida bunaqa kichkintoylari ham keldi. Eng arzonidan boshlaylik mana shu. 2 oy, 2,5 oylik bo'zay. Xolasalang sut berib katta qilinglar, xolasalang kepe, beda, silos beringlar, sut emdini pulda ketaveradi. Misol uchun kecha o'zim o'qchilik akaga 1 oylik xunajinini, mana shunaqa 1 oylik xunajinini endi sut em deydi u 17,5 ga bergandim. Shuni pulda ketaveradi. 1 oylik xunajinni pulda ketaveradi. 17,5 ga beramiz mana shunisini. Ona. Ketdi ko'ringlar. Mana. Qolganiga keladigan bo'lsa, mana shalpan quloqlar mana bu yoqda. Vashshi krasatalar. Eng xunugini ko'rsatdi yana boshida. Eng narxi arzoni ham o'sha. Qolgani pashti bir xilda mol. Bir partiya olib boqsa bo'laveradiganni. Hammasini e'tiboshi, oyoq qo'li, yeb ichishi hamma yo'g'i chotki. Mana yelinchalarni ko'rib qo'yinglar, mun qaranglar. Xudo xolasa yorib yuboradigan narsalar olib keldi. Enotasi toza germanskiy. Mana. Quloq raqami 2601 mana. Chotki mana. Xud. Qani endi u 20 ligi bo'lsa ichida, 20 ligi yo'q-da. Bitta. Bularda narx-navolarga keladigan bo'lsak, optimaga. Agar o'sha 17 likdan tashqari bo'ladigan bo'lsa, 17,5 likdan tashqari bitta joyga olaman deganga 9 tani 25 million 500 mingdan ketaveradi. 25 million 500 mingdan 9 tasini bitta joyga. Mana shu 2603 ekan mana shu ham. Ana 2601 ham, 2602 ekan uning orqasida. Yaxshi ham o'ta krasota 2602 ham. Alohida yakka forma olaman deganiga mana pulini kelishaveramiz. Voshim zo'r ashi. Mana 2850 mana shunisi mana. 2850. Bunisi 2601 mana. 2601 ketdi mana. Mana ko'zini tagida qashqasi bor ekan. Bu ham ketadi ichida. Mana bunaqa bo'yi 1.10 liklar ham ichida ketadi. 3 ta kattasi bor mana. Shu uchovi mana
Agar shu uchovini olaman deydigani bo'lsa, 82 millionga hayron qilib beraman mana shu. 3 tani, bitta, ikkita, 3 ta ichida eng katta xunazimlar. Mana. Quloq raqamini aytib qo'yaymi? 2802 ekan mana unisi. Mana. Mana shu 2802 zavodskiy to'qoli. Mana shu qulog'ida juni ko'pligidan o'qib ham bo'lmayapti. Bunisini shoxi kuydirilmagan ekan. Shoxi bor deyaverasizlar, endi taniganga bitta ketdim, o ikkinchisi mana 1.10 bo'y. Uchinchisi mana. Ichida eng shoxi hammasini ilyab turgan. Zavodskiy to'qol mana. Bo'yi 1.10 eng kattalaridan bittasi mana shu. Ketdi mana shu. O bitta ketyapti, mana u bitta, mana u bitta mana. Shu uchovini 82 millionga o'tib beramiz. Mana 17,5 million xunajinchamiz. 2,5 oylik, 2 oylik bo'lgan. Silos beda kepelli bo'y narsani yeydi. Mana obunachilar, bo'ylari taxminan eng kichkinasi nariga, o'shandan tashqari qolganini olaman deydigan bo'lsalaring, 1.5, 1.10 oralida xunajinlar. 5, 6, 7 oyliga borib bormagan xunajinlar mana. Bu yildan keyin mana shu paytga xudo xolosa ana undaqa sigir o'ppolar, xunajin o'ppolar. Ashi ham misol 3 oylik bo'g'oz mana. O'zimga boqqani oldim, xudo xolosa bu yildan keyin shu paytga shunaqa bo'ladi. Xunajinda baraka ko'p akalar. Biz kim nima so'raganda ham ko'p videolarimizda ham xunajinni olib sigir qiylar, yaxshi foyda qilasizlar deganmiz. Hozirgacha shu tempdamiz. Bundan keyin ham shuna bo'ladi, xudo xolasa. Mana 26.03 ni ko'ringlar. Zavodskiy to'qoldan qaranglar. O, baliq o. Kelgan odam tashab ketmaydi bularni. Qaranglar, kelishini qaranglar. Mashalloh. Kelaverasizlar akalar, mana shu narsalarni olib kelib qo'ydik. Optim olaman deganga ham, donalab olaman deganga ham sotilaveradi. Bunaqa ayalmaydi. Bo'ylarni aytdi, yoshni aytdi, bo'yi shu 1.5 dan 1.10 gacha bor. Yoshlari 5-6 oylik atrofida xunajinlar. Enalariga kelsa, enalar Germaniyadan kelgan toza narsa, bunaqa Rossiya, Qozoq yo mahalliy bozorlardan yig'ishtirilgan narsalar emas. Enotasi tayin 100 sementallar mana. Haqiqiylarni. Enalari germanskiy semental. Ash kamalchakani xunajinlari ham adashmasam shu germanskiyni. Shu yerda tug'ilgan-da. Ko'ringlar. Kimga kerak bo'lsa kelishaveradi. 91 lik 159 40 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana mollarni zo'rlarni olib kelib qo'ydim. Kimga xunajin kerak, 2 ta olaman, 4 ta olaman, 1 ta olaman, 10 ta olaman, hammasini olaman, farqi yo'q. Nechta olsangiz ham el qatori chiroyli qilib beramiz. Birovni mana bo'y ekan, mana bu ekan, bu palon ekan, bu maytishli ekan, bu maytishli. Undan narsa yo'q bizga akalar. Kim kelsa ishimizga xudo xolasa chiroyli qilib, hurmatini joyiga qo'yib, chiroyli qilib molni beramiz. Men narx-navolarni aytib qo'ydim. Eng mana shu 17,5 likdan tashqari eng pasti 25 millionga chiqadi bu yerda. Eng pasti 25 millionga chiqadi. 17,5 likdan tashqari. Balanti 28 gacha bor mana. Mana shu xonachi 28 million. Buni alohida olganman. Mana. Katta, bu 1.25 bo'y. Bahorga qochaveradi bu. 1.25. Qo'lga tegib dangali mana 28 millionga berib yuboramiz. Endi mana ularga keladigan bo'lsa, bularda ichida endi 3 ta haligi 82 ga beraman deganim bor, ichida 25 ligi bor, 25,5 ligi bor, 26, 26,5 ligi bor. Shunaqa. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, hisob chiqqan bo'lsa, olib baraka topaman. Allohga tavakkal, rizqim Allohdan deb olaman deydigani bo'lsa, kelaversin. Zotiga ham 100 javob beriladi. Zoti 100% semental. Mana shuni ham ko'ringlar. Mana shu o'zimga yoqadi. Tavsiya qilaveraman. Bitta zo'ridan bo'lsin deganga, mana shunisini tavsiya qilaman. O'ta chiroyli, gap bo'yida va sifat darajasi kuchli narsa. Uzuni ham uzun moldi. Sifati ham kerak xunajinda.
olib ertaga qashlab yurib chiroyli qilib katta qilib qo'ysa, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Telefon nomerlarimiz 91 159 4050. Buni quloq raqami 2603. Suti to'kib beradi, xudo xolasa bunisi. Qadrli obunachilar, mana video tugatdi. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha laykni bosib, padeshka qilib turaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha deymiz. Kimga yoqqan bo'lsa, kelib ustida ko'rib, tashab ketadigan narsalar ko'rib olaverasizlar.